Assalomu alaykum azizlar. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturi o'z ishini boshlaydi. Studiyada men Sadiya To'ychiyeva. Bugungi mavzuyimiz haqida bir necha soniyalardan so'ng men sizlarga albatta ma'lumot beraman. Ammo undan oldin shuni aytmoqchimanki, biz albatta jonli efirdamiz va shundan foydalanib siz ham ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, jonli efirda bog'lanib, mutaxassislardan o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olsangiz bo'ladi. Demak, biz boshladik. Biz onkologik kasalliklarning oldini olish bo'yicha suhbatlarimizni davom ettiramiz. Zero ushbu dasturni tashkil etishdan maqsad aholi orasida tibbiy bilimni oshirish, xastaliklarning oldini olish va bu borada shifokorlar tomonidan zaruriy tavsiyalarni berib borishdir. Bugun studiyaga tajribali onkolog professor Maqsud Mallayev boshchiligidagi Dr. Mallayev klinikasi onkologlari bilan oshqozon saratoni haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Marhamat, o'z joyingizni egallasangiz bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari Dr. Mallayev klinikasining yetakchi mutaxassislari, tibbiyot fanlari doktori, professor Maqsud Mallayev, oliy toifali onkojarroh, laparoskopist Abdulhamid Rahmonov, oliy toifali shifokor kardioonkolog, intervension kardiolog Zahriddin Teshayev, oliy toifali shifokor onkojarroh Maqsud Xudoyqulov. Demak, xasta bo'lmang dasturi jonli efirda azizlar va eslatib o'taman, Telegramda ham chat botimiz ishlab turibdi. Xasta bo'lmang chat boti. U yerga ham o'z savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Qolaversa, raqamlariga qo'ng'iroq qiling va o'z savollaringizni marhamat yo'llang. Demak, bizning bugungi ilk suhbatdoshimiz tibbiyot fanlari doktori, professor, shifokor, onkolog Maqsud Mallayev. Maqsud aka, assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Aytingchi, bugun biz aynan siz bilan oshqozon saratoni haqida gaplashmoqchimiz va bu borada menimcha qancha vaqtimiz 1 soat albatta, ammo shu vaqt ichida foydali ma'lumotlarni teletomoshabinlarga yetkazishga harakat qilamiz va aytingchi, bugungi kunda bu xastalik o'zi insonlarga qanchalik tahdid solmoqda? Sizda qandaydir statistik ma'lumotlar bordir, shular bilan bo'lishsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor, bugun yana sizlar bilan birgamiz. 1 soat davomida qo'limizdan kelgan maksimum bilimni, o'sha ma'lumotni sizlar bilan bo'lishamiz. Eng muhim jihatlarini oshqozon saratoni. Endi har doim shu saraton yoki rak so'zini eshitganda har doim bir seskanib tushadi. Ko'pchilik shu qulog'iga eshitilishi bilan oshqozon saratoni statistika bo'yicha dunyoda va O'zbekistonda 2-3 o'rinni har doim konkurensiya qiladi. Ya'ni o'pka saratoni bilan birgalikda bir-biri bilan bahslashadi. Bu uchrash jihatdan va kelib chiqish jihatdan regionlarga va qanaqadir tashqi muhit omillariga bog'liqligi uzoq muddat davomida hozirgacha o'rganilgan, lekin statistik jihatdan bir o'sha e'tibor berish kerak bo'lgan tomoni bor. Aynan biror bir regionda, men O'zbekiston miqyosida aytyapman, yoki biror bir kasb doirasida yoki aynan bir yo'nalishda mehnat qiluvchi yoki shu faoliyat yurituvchi guruh ichida shu saratonning qanaqadir keskin ko'tarilishi yoki statistik farqi hozirgacha aniqlanmagan. Shu sababli oshqozon saratonining aniq bir kelib chiqish sababini boshqasini molekulyar darajada ma'lumotlarimiz bor, lekin nima deydi, o'sha atrof muhit yoki oziq-ovqat boshqalar bo'yicha statistik keskin farqlarni hozirgacha demak, faktlar yo'q. Mana shu sababdan shu saraton kelib chiqadi, yuzaga keladi degan faktlar yo'q, to'g'rimi? Qo'limizda hozirgacha aniq faktlar yo'q. Shu sababli bizlar faqat oshqozon saratoni kelib chiqishida risk faktorlari degan termin ishlatamiz. Risk faktorlari nima? Ba'zi bir kasalliklarni kelib chiqishi uchun stimul beruvchi yoki trigger funksiyasini bajaruvchi, trigger so'zi bu pistoletni otuvchisi degan ma'noni beradi. Trigger funksiyasini bajaruvchi sabablar bor va bularning majmuasi ham bir paytda kelib qolishi mumkin. Bu xastalikning eng shu yomon jihati, men eshitganmanki, shundaki
u tez rivojlanib ketadi, ammo uni aniqlash erta davrlarda juda qiyin ekan, to'g'rimi? Bu qanchalik to'g'ri ma'lumot? Oshqozon saratoni o'zi oshqozon organining o'zidan birinchi ma'lumotni olishimiz kerak. Oshqozon organiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu kovak organ yoki g'ovak so'zini ishlatamiz o'zbek tilida. Ya'ni buning ichkarisida bo'shliq yetarlicha bor. Har qanday plus to'qima yoki ortiq deymiz, bizlar o'zbeklar shunaqa so'z bor. Har qanday ortiqcha to'qima ichkaridagi prostranstvo yoki bo'shliq yetarlicha bo'lganligi uchun uzoq muddat davomida, ya'ni qancha bosqichlarning uzoq bosqichiga o'tguncha biror bir simptom bermaydi. Bunda oshqozonda o'zi oladigan bo'lsak, mana anatomik tarafini olamiz. Bu yerda devorlari bo'yicha bo'lingan. Aynan o'sha shilliq osti, muskul va siroz qavatlarimiz bor va bu qavatlar oralig'idagi joylashishiga qarab, aynan va joylashgan o'rinlariga qarab, o'sha oshqozonning tubidan boshlab chiqish yo'ligacha katta egrilik, kichik egriliklar joylashgan joyiga qarab erta va kech simptomlar beradi. Buni bosh miyada, men misol uchun aytaman, bosh miyada anaqa bo'shlig'imiz juda chegaralangan. Har qanday no'xatday o'sma ham miyaga darrov signal beradi. Qanaqadir ko'zda o'zgarish bo'ladi, ko'ngil aynash bo'ladi, boshqa narsa. Oshqozonda keng zona, keng bizda bo'shliq. Bu joyda odatda eng ko'p holatlarda 4-bosqichda, ya'ni oxirgi stadiyalarda bizga kelib murojaat qiladi. Qon ketganda, kuchli og'riq bo'lganda, qo'shni organlarga o'sib o'tganda, aynan o'sha oshqozonning pastki qismida oshqozon osti bezi va undan tashqari aynan o'sha yerda bizda quyosh chigali joylashgan va mana shu joylarga o'sib o'tgandan keyingina bizlarda simptom beradi. Ba'zida o'sha qon ketganda qon ketgungacha aynan ozib ketishlar boshqa bo'lganda ham e'tibor bermasdan qon ketgungacha kuzatishadi yoki kutishadi. Shu sababli oshqozon saratonini nafaqat O'zbekistonda, nafaqat O'rta Osiyoda, dunyo bo'yicha murojaati har doim kech murojaat qilishadi. Demak, bu murojaat kech bo'ladimi yoki bo'lmasam aniqlash ham haqiqatan ham kechmi? Uni aniqlab bo'lmaydimi erta bosqichlarida? Me'da saratonida hattoki birinchi yoki nolvoy deymiz bizlar, nolvoy bosqichda ham aniqlash imkoniyati bor. Bor demak. Bor. Faqat buning uchun o'sha standart check-uplar. Ko'p holatlarda me'da saratoni erta aniqlanadi. Qachon umuman boshqa sabab bilan shifokorga murojaat qiladi, boshqa diagnoz, ya'ni oshqozondagi yoki jigardagi boshqa o'smalar aniqlanadi erta bosqichda. Shu sababli onkologga keyin murojaat qilishadi. Bu ya'ni bizdagi standart ssenariyimiz shunaqa. Tushunarli. Men bir ma'lumot o'qidim, aynan chekish bilan bog'liq, chekadigan insonlarda ham aynan shu oshqozon saratoni tez rivojlanar ekan. Men eshitgandimki, bu o'pka bilan bog'liq, ko'proq o'pkaga ta'sir qiladi chekish deyishganda, ammo bu ma'lumotni o'qib ochiq hayron qoldim va sizdan so'rayman deb qo'ygandim. Shu haqda ham ma'lumot bering bizga bugun. Chekish dunyo bo'yicha va bizda Markaziy Osiyoda tutunli chekuvchi mahsulotlar bor yoki tutunli tamakilar. Undan tashqari chaynuvchi mahsulotlar, tamaki turlari bor. Bizda O'rta Osiyoda va O'zbekistonda nosvoy ko'p ishlatishadi. Aynan o'sha bu ham tamaki chekishning bir turi. Tamakining ichida nafaqat uning tutuni, balki uning o'zidan nimada o'sha o'zida saqlovchi og'ir metallar bor va kanserogen moddalar. Bu kanserogen moddalarning birinchi eng ko'p oshqozonga zarari bu odamda ishtahani bo'g'adi. Kislota ko'p oshqozonda nimada miyada, organizmda o'sha signal bor, ochlik signali, lekin bu chekish har qanday turini qabul qilinganda birinchi o'rinda o'sha signalni, ochlik hissini yo'qotadi. Shu sababli organizmda ko'p miqdorda nima edi, o'zining shilliq qavatini zararlovchi miqdordagi, hattoki shu darajada qo'shimcha sekretsiya, oshqozon shirasi yig'ilib boshlaydi. Bu oshqozon yarasi, ya'ni oshqozon raki o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Oshqozon rakidan oldin 5-6 yil mobaynida organizmga signal beradi, sanda rak paydo bo'layapti degan. Bu narsani agar mabodo o'sha haqiqatda mana bu ko'rsatuvning plus tomoni, odamlarga ma'lumot beryapmiz biz. To'g'ri. Signal beradi. Sog'lom odamga signal, sanda rak paydo bo'layapti. Rak paydo bo'lishdan oldin o'sha signallar haqida ham to'xtalib o'ting. Qanday signallar u? Bu
signallarni men simptomlar bo'yicha alohida bo'lamanda, hozir signallar qanaqa beradi? Oldin gastritlar paydo bo'ladi. Ya'ni ko'pchilikdan so'rasak, ya'ni ko'p hattoki talabalarda, talabalik kasalligi deyiladi. Shuni aytmoqchiydim, gastrit ko'pchilikda bor. Shofyorlarda, undan tashqari o'sha doimiy neregulyar ishda ishlovchilarda gastrit ko'pchiligida uchraydi. Vaqtida ovqatlana olmaydigan insonlar. Ovqatlanish rejimi yo'q odamlarda. Undan tashqari gastritning ham turlari bor. O'sha yoshi kattalardagi gastrit bu shunaqa gastrit beradiki, bu organizmda kislota ko'p emas. Aksincha bu kislota kam holatlarda. Bu rakning eng birinchi belgisi. Ya'ni bu rakka o'tishiga yarim qadam qoldi degan. Undan tashqari oshqozondagi yana signallar poliplar. Oshqozon poliplari 100% saratonga o'tadi va bu saratonga o'tishdan oldin yetarli miqdorda simptomlar beradi. Endi simptomlar deganingizga men bir to'xtalib o'taman. Oshqozon saratonning o'ziga xos bo'lgan simptom kompleksi yo'q. Bu umumiy oshqozon kasalliklarining umumiy simptomlari bor. Ovqat yegandan keyingi og'riq, ovqatdan qorin och bo'lgandagi og'riqlar, ovqat yegandan keyingi og'riqning kuchayishi yoki bo'lmasam og'riq to'xtab qolishi. Va ko'pchilik buni oshqozon yarasi deb ham yarasi deb qabul qilinadi. O'sha yazvalar deymiz, oshqozon yaralari. Undan tashqari ba'zida o'sha og'izdan qo'lansa yoki bizlar tuxum aynigan tuxum hidi deyiladi, ya'ni hazm bo'lmaslik hidi og'iz orqali kekirishlar, shunaqalar paydo bo'ladi. O'z-o'zidan og'iz hidlanishlari, bu ham oshqozon kasalligining bitta belgisi. Ovqatlarni yeyishda juda ham tanlash, ya'ni ovqatni ozgina aralashtirib qo'yganda ham o'sha epigastral soha deymiz, ya'ni biz qovurg'amizning ikkitasi ravog'ining o'rta qismidagi zona bizda epigastral zona deyiladi. O'sha qismda og'riqning paydo bo'lishi ovqat aralashganda, ya'ni hamma ovqatni ham hazm qila olmayman degan ba'zi bir bemorlar bo'ladi. Ular tavsiya qilamiz, to'g'ridan to'g'ri o'sha birinchi o'zini nima edi, tekshirtirib olish uchun ham vrach tomonidan doimiy nazoratda turish uchun onkologga murojaat qilishini tavsiya qilamiz. Endi oshqozon yarasi deb o'ylab shifokorga murojaat qilsa bemor, o'sha ma'lum bir tekshiruvlardan so'ng bu yara emas, aynan saraton ekanini aniqlash mumkinmi o'sha tekshiruvlarda yoki yo'qmi? Oshqozon yarasi bu o'zi saraton oldi holat deymiz bizlar. Bu saraton oldi holatlarda yara agar bunda ham o'zi qon ketish, boshqa belgilari bo'yicha bizlar baholaymiz, aynan o'sha forest anaqasi deymiz, nima deydi, o'sha baholash tizimi va bu bo'yicha bizlar baholaganimizda har bir narsani biopsiya olinishi yoki o'sha yerdagi o'choqlardan to'g'ridan to'g'ri nima deydi, vizual deymiz, ya'ni endoskopiya orqali eng yaxshi ko'rish, eng yaxshi usuli o'sha orqali vizual baholaymiz va o'sha yerdan biopsiyalar olamiz. Ba'zi holatlarda saraton chiqadi. Bu lekin bitta yaxshi tomoni, bu eng erta bosqich saraton. Bu biz uchun surpriz va biz agar aniqlash qiyin bo'lsa, qiyinroq bo'lsa, demak bu saratonning ertaroq bosqichi bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Bo'lish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Tushunarli. Endi bu saratonga moyillik bo'lish kerakmi u rivojlanishiga? Chunki hammada ham menimcha bu kasallik, nomi sovuq bo'lgan saraton rivojlanmasa kerak, to'g'rimi? Bu yoki bu insonda moyillik bo'ladi yoki bo'lmasam balki nasldan naslga o'tar bu narsa. Saratonni keltirib chiqaruvchi asosiy eng katta hozirgacha tasdiqlangan ma'lumot bu Helicobacter pylori deymiz, ya'ni oshqozonda shunaqa yuqori kislota, hattoki temirni eritvoradigan kislotaning ichida yashovchi bakteriya bor. Bu Helicobacter bakteriyasi. Biz o'tgan ko'rsatuvlarimizda bu haqida to'liq ma'lumot berdik. Bu Helicobacter bakteriyasining tipi bor, 13 ta subtipi bor. Ya'ni 13 xil tipi bor. O'shaning faqat ikkitasi saraton chaqiradi. Qolgan turlari organizmda hattoki simbioz yashaydi. Hech qanaqa patologiya chaqirmasligi ham mumkin. Aynan mana shu ikkita subtipida, ya'ni men ozgina molekulyar tomoniga kiryapman. Ichida orolchasi bor, ya'ni kok orolchasi deyiladi, COX orolchasi, COX orolchalari. O'sha orolchalar bu gen orqali keladi. Ikkinchi orolchaga, ikkita gen orqali kelgan orolchaga bu orolcha qo'shilganda saraton kelib chiqishi mumkin yoki saraton oldi kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Gen orqali faqat qanaqadir moyillik yoki o'sha orolcha o'tadi. Lekin orolchaga bu orolcha kelib qo'shilmasa kasallik paydo bo'lmaydi.
Orolchi umuman bo'lmasa-chi? Unda kasallik umuman paydo bo'lmaydi. Ya'ni bu aynan molekulyar tomondan o'rganilgan turi. Undan tashqari saraton kelib chiqishi uchun doimiy o'sha qanaqadir kanserogen moddalarni qabul qilish. Doimiy men bu narsani aynan o'sha oziq ovqat bo'limida tushuntirishni plan qildim. Hozir o'shani ma'lumot beraman. Doimiy kanserogen mahsulotlarni qabul qilish. Hozirgi paytda eng ko'p energetiklarni qabul qilish. Doimiy spirtli ichimliklarni ichish. Ya'ni spirtli ichimliklar ham oshqozon shilliq qavatini kuchli zararlaydi va shu bilan birgalikda o'sha yerda yara chaqirish ehtimolligini oshiradi. Undan tashqari mana chekish haqida ma'lumot berdik. Undan tashqari doimiy quruq ovqatlarni iste'mol qilish. Ya'ni bizda nima deymiz? Mana bu gamburgerlar yoki fast foodlar degan so'z bor. Fast foodlarni doimiy iste'mol qilish. Tez tayyorlanadigan Bu ham taomlar. oshqozonning ishlash jarayonini ancha qiynaydi va shu orqali yara chaqirishi mumkin. Endi yana bir qismga to'xtalib ketaylik. Oshqozon organining o'zi vazifasi nima? Ya'ni oshqozon hozir qo'ng'iroq bor, keling qabul qilamiz va keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring va savolingizni yo'llang, marhamat. Men Muxlisjon Mutolovman. Yoshim 49 da. Eshitaman savolingizni. Hop, ovqatlanganimdan keyin qorin dam bo'ladi qanaqangidir. Shu kunga qadar tekshiruvlarga borganmisiz u yoki bu tekshiruvga shifokor nazoratiga? Bordim. Bu tufayli tosh yo'q, tiqilinch yo'q, hammasi yaxshi deydi. Jigari 2-darajali yog' bosgan deyapti. Faqat shu yog' bosganini sizga sabab qilib ko'rsatishyapti, to'g'rimi? Ha, shunaqa bo'ldi. Oshqozonda ozgincha achish bo'ladi. Gastrit bor, ekilish bo'ladi. Gastrit bor. Qorinda gaz, постоянно gaz bo'ladi, shu hech yo'qolmayapti. Savolingiz bormi, Maqsud aka? Qo'shimcha? yo'q, yetarli. Taxmin qildim. Taxmin. Savolingiz uchun rahmat, marhamat, tomosha qilishni davom ettiring va hozir javobni olasiz. Rahmat katta. Rahmat, salomat bo'ling. Men uzr so'rayman, ismlarini eslab qola olmadim. Sizga mana bunaqa maslahat beramiz. Birinchi o'rinda har qanday oshqozon va ichakdagi muammolar yoki shikoyatlar bo'lganda bu endoskopik tekshiruv eng yaxshi variant hisoblanadi. Bu nima? Og'iz orqali uchida kamerasi bor uzun shlang orqali kirib boriladi va o'sha kamera orqali butun shilliq qavat, oshqozonning hamma qismi ko'riladi. Bu eng yaxshi va eng optimal diagnostik usul. Bu 100% ma'lumot beradi. Dam olishning sababi juda ham ko'p. Juda ko'p. Endi oddiy disbakterioz, ya'ni normal odam ichida yashaydigan bakteriyalarning yo'qolishi. Bu ham gaz chaqiradi. Qora non deymiz bizlar, ko'pchilik sahrni diabet boshqalar uchun qora nonni ko'p iste'mol qilish. Bu ham juda ko'p gaz ishlab chiqarishga sabab bo'ladi. Mana ma'lumot sizga aziz teletomoshabinlar. Undan tashqari har xil antibiotiklarni noregulyar qabul qilish, bu ham ko'p gaz ishlab chiqarishga sabab bo'ladi. Ba'zida yana shunaqa holatlar bo'ladiki, ichaklarning uzunligining uzoqligi, ya'ni dolixa sigma deymiz bizlar, normadan uzun bo'ladi va buning o'zi ham gazni ko'proq ishlab chiqarish va axlatning qorin bo'shlig'ida uzoqroq saqlanib qolishiga sabab bo'ladi va bu gazni ishlab chiqarishga sabab bo'ladi. Jigardagi o'sha yog' bosishlar boshqasi bo'yicha agar bizni ko'rsatuvimizni keyingi safarlarda ham ko'rishda davom ettirsangiz, biz aynan jigardagi yog' bosishlar va jigar saratoni haqida alohida mavzu tayyorlashni niyat qilganmiz. Javob uchun rahmat. Aziz teletomoshabinlar, bizda hozir reklama, birozdan so'ng studiyaga yana qaytamiz. Saratonni aniq tashxislash, davolash va oldini olish uchun zamonaviy, yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan ishonchli klinika qidiryapsizmi? Dr. Mallayev klinikasi poytaxtimizdagi zamonaviy onkologik markaz bo'lib, klinika nomi oliy toifali shifokor Muhammad Mallayev xotirasiga qo'yilgan. Klinikada har bir bemor chuqur tekshiruvdan o'tkazilib, individual dastur asosida davolanadi. Zamonaviy uskunalar va ilg'or davolash usullari esa yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi.
Klinikada ximiyoterapiya, immunoterapiya, target terapiya kabi zamonaviy davolash usullari qo'llaniladi. Palliativ yordam va reanimatsiya xizmatlari orqali uzluksiz va kompleks tibbiy yordam ko'rsatiladi. Markazda yuqori malakali jarrohlar jamoasi, chet elda orttirilgan tajriba va zamonaviy yondashuv asosida, hatto murakkab onkologik holatlarda ham samarali natijalarga erishib, yuqori davolash ko'rsatkichlarini namoyon etmoqda. Malakali onkologlar jamoasi, yuqori texnologiyalar va jahon standartlariga mos davo taktikasini aynan shu manzildan topasiz. To'g'ri qarorni bugunoq qabul qiling. Siz jonli efirda xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz. Biroz avval tomoshabinimiz o'z savollariga to'liq javob oldilar degan umiddamiz va sizda ham shunday imkon bor azizlar. Ekranlaringizda raqamlarni ko'rib turibsiz. Qo'ng'iroq qiling va o'z savollaringizni mutaxassislarga yo'llang. Demak, biz davom etamiz. Aytingchi, shu tekshiruv usullari haqida keling, hozir ko'proq gaplashamiz. Tekshiruv aynan saraton tashxisi qo'yilishida, aniq qo'yilishida qanday tekshiruvlar kerak bizga? Bizlarda o'zi tibbiyotda shunaqa bo'lim bor, ketma-ket. Birinchisida o'sha umumiy ma'lumotlar va diagnostika bo'lim, ya'ni ma'lumotdan keyin diagnostika bo'limiga, ya'ni tekshiruvlar bo'limiga o'tamiz. Men tomoshabinlarimizga biror narsani aytib, bitta narsani aytib qo'yay. Aynan o'sha saratonning, oshqozon saratonining birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bosqichlarini qanday ximiyoterapiya, immunoterapiya va target terapiyalar va eng oxirgi zamonaviy terapiyalarni bizlar ko'rsatuvimiz oxirida to'liq ma'lumot beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Endi qanday diagnostik usullarimiz bor? Tekshiruv usullarimiz. Tekshiruv usullarimiz ikki xil bo'ladi. Xo'sh. Ya'ni check-up deymiz. Check-up sistemasi yoki ko'p miqdordagi aholini, shikoyatlari boshqasi bor bo'lgan aholini tez tekshiruvdan o'tkazib, uning ichidan yuqori risk guruhini ajratish. Men har bir o'zimiz vatandoshimizga men maslahat beraman, har biri bir yilda 2 marta check-updan o'tishini tavsiya qilaman. Check-up nima? Check-upning ichiga umumiy qon tahlillari. Necha yoshdan boshlash kerak? Odatda 18 yoshdan keyin check-up qilinishi bu eng yaxshi, aynan o'sha oshqozon ichak traktiga chuqurlashgan check-uplarni o'tkaztirish bu maqsadga muvofiq deyiladi. O'zi oldinlari armiyaga borishdan oldin ham shunaqa tekshiruvlar o'tkazilgan. Agar risk faktori deymiz, aynan o'sha oilasida yoki yaqin birinchi va ikkinchi liniya qarindoshlarida aynan saraton bilan kasallangan guruh bo'lsa, bunda ertaroq check-uplardan o'tishni ham yo'lga qo'yish bu maqsadga muvofiq. Eng yaxshi birinchi o'sha check-updagi umumiy qoidalari qanaqa? Umumiy qon analiz, biokimiyalar, onkomarkerlar deymiz, ya'ni qondan saraton bor yo'qligini aniqlash usullari. Undan tashqari endoskopiya, ya'ni ko'pchilik qo'rqishadi o'sha og'iz orqali ichida kamerasi bor shlang deb hali men oddiyroq tilda tushuntirdim, jaydarroq tilda. O'shani yutish juda ko'pchilik qo'rqishadi, lekin bundan yaxshi usulni hali dunyo o'ylab topmagan. Hattoki PET deyishadi, boshqa deyishadi, lekin uning o'rnini bosadigan hali tekshiruv usuli mavjud emas dunyoda. Ikkinchi, kompyuter tomografiya va ba'zi bir holatlarda qorin bo'shlig'i MRTsi, kontrast bilan kompyuter tomografiya, qorin bo'shlig'i MRTsi va PET tekshiruvlari o'tkazilishi mumkin. Qachon, qanday tekshiruvlar o'tkaziladi? Ya'ni buni polkaga solib chiqamiz. Birinchi o'rinda bemor keldi, oddiy qorinda shikoyati bor, ya'ni o'sha qorinda yoki oshqozonda og'riq bilan shikoyat qildi. Xo'sh. Odatda bu holatning 90% dan ko'pchiligi bor yo'g'i oddiy yazva yoki gastrit bo'lib chiqadi. Endi ular ham oddiy emas. Endi biz uchun oddiy hisoblaymiz. Va buni o'sha gastroenterolog vrachimiz, aynan bizning klinikada gastroenterolog vrachimiz dunyoning deyarli bir 50 dan ortiq davlatlar malaka oshirib kelgan anaqasi bilan o'tiradi va bu bizga kelgan o'sha gastroenterologik kasallarning hammasini qabul qilib, ichidan onkologik tarafi bor bo'lganlarni bizga chiqarib berishadi. Ya'ni butun tekshiruvlar va butun davolash protseduralarini gastroenterolog vrachimiz o'tkazdiradi. Endi qarang, shunday vaziyatlarda bemor darrov qo'rqib ketadi, chunki sizni mana onkologga jo'natyapmiz, tabiiyki qo'rquv paydo bo'ladi. Qanday qilib unga birinchi navbatda menimcha psixologik yordam kerak bo'ladi? Qanday to'g'ri so'zlarni qo'llaysiz shunday vaqtda? Onkologiya diagnozini, ya'ni saraton tashxisini faqatgina bor yo'g'i o'sha zond yutgandan keyin, ya'ni endoskopik tekshiruvda o'tgandan keyin
olingan materialni gistolog yoki patomorfolog ko'rib, bu yerda saraton bor demaguncha hech qaysi doktorning sizda saraton degan so'zini ishlatishga haqqi yo'q. To'g'ri. Bu Qo'shilaman shu oxirgi gapingga. tashxis deyiladi. Ungacha bizlar har doim ishlatamiz, shubha bor yoki biror bir qo'shimcha to'qima bor yoki qanaqadir shish bor yoki chuqurroq yara bor yoki shubhaliroq biror bir sizda holat mavjud. Bu so'zlar kasalga nisbatan tinchlantirish beradi va shu bilan birgalikda vrach o'ziga ham ko'proq mas'uliyat yuklaydi. Bunga otini qo'y bu kasallik degan. Bu narsa ikki tomonga ham psixologik bosim, ham psixologik yengillashuv beradi. Biz doim shu so'zlarni qo'llaymiz va bu narsa ba'zi bir bemorlarimizga ba'zida boshqa joylardan kelishadi. Har xil periferiyadan kelgan bemorlarimizga sanda rak bo'libsan, 4-bosqich ekan degan kelib bizga murojaat qilgandan keyin unda umuman saraton chiqmaydi. Bu holatlar ham mavjud. Endi yana bir qismini men sizga aniqlik kiritib ketaman. Me'dada mana shu yerda aynan ko'rinib turibdi, 4 ta devori bor dedik. Deyarli 95% holatlargacha me'dada shilliq qavatdan chiquvchi adenokarsinoma uchraydi. 95% holatlarda. Ya'ni bu eng ko'p uchraydigan gistologik turi. Undan tashqari uning tagida muskul qavati bor. Muskul qavatdan bizlar gastrointestinal stromal o'smalar deymiz. Ya'ni bu xuddi qo'limizni, bilagimizni, sonimizdagi muskullardan kelib chiquvchi yumshoq to'qima o'smalari guruhiga kiradi. Bizlar uni stromal o'smalar deymiz. Undan tashqari yana bu yerda shilliq qavatning ustidagi limfa to'qimasidan kelib chiqadigan malt limfomalar bor. Bular butun tanadagi limfa mana jag'i tagidagi bizlarda limfa tugunlarimiz bor. Xuddi shunga o'xshagan oshqozondagi limfalardan kelib chiquvchi limfomalar. Bu oshqozonga aloqasi yo'q, lekin sistemni davolash ham aynan limfoma bo'yicha davom etadi. Oshqozon saratoni deyiladi bu ham. Lekin umuman deyarli 100% davolanadi. Undan tashqari yana bir anaqamiz bor. Bu yerda yassi hujayrali saraton aynan o'sha tubida, oshqozonning tubida va undan tashqari oshqozon qizillo'ngach birlashmasi ikkalasining ulangan joyi bor. Aynan o'sha joyda yassi hujayrali saratonlar uchrashi mumkin. Ya'ni bu 1% gacha bo'lgan holatlar. Ko'pchilikda uchramaydi bu. Kamdan kam holatda. 95% holatlarda adenokarsinoma uchraydi. Qolgan aytgan 3 ta tur saraton turlari bu qolgan 5% da uchraydi. Ha, tushunarli. Qolgan mana bu nima deydi 3 ta tur davolanishi va prognozi bo'yicha juda ham yaxshi. Ya'ni bular to'g'ri taktikada va to'g'ri komanda ishtirokida olib borilgan davolash programmasidan keyin deyarli 100% tuzaladi. Tushunarli. Bizda hozir qo'ng'iroq bor va biz uni qabul qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Toshkent shahridan Akram va Mahmudaman. Men nevaram oktyabr oyidan beri shu oshqozon ko'yni aynib. Nabirangiz necha yosh? Necha yosh? 12 yoshga to'ladi kuzda. Aha, eshitaman savolingizni. Kuzda 12 to'ladi. Oktyabr oyidan beri Toshkentda borib kelmagan doktorimiz qolmadi. O'sha helikobakter anaqa kampida Qoraqamishda helikobakterga ham tekshirdi. Hamma joyga bosh og'riydi, ko'ngli ayniydi, qusadi. Qusishi anchadan beri to'xtadi, kechagida yana mana qusibdi, ko'ngli aynib. Xo'p. Lekin sababini aniqlay olmayapsiz, to'g'rimi? Yo'q. Zont yutgan, yangi tashxisda detskida yaxshi mutaxassis zont yutqizdi. Erazemli gastrit deb berdi, lekin leykezemiyalar dorilar ta'sir qilmaydi hech ham. Demak, gastrit deb tashxis qo'yishdi, to'g'rimi? Ha, erazemli gastrit deb tashxis qo'ygan, lekin Opa qachondan yaxshi yurdi, yana ko'ngli ayniyapti, kecha yana qusib shunaqa bor. Bosh og'riydi, ko'ngli ayniydi. Qachondan beri boshlandi bu narsa? Oktyabrdan beri. Oktyabrdan oldin bolangizda bosh bilan yiqilish, qanaqadir travmalar oldimi boshda? Yo'q, bo'lmagan unaqa narsa. Bu yerdagi savolingizga men qisqacha ayta olaman. Bu yerdagi narsa oshqozondan yoki oshqozon ichak traktidagi o'zgarishdan emas, asosan bu boshdan. Boshini MRT qildirishingiz kerak bo'ladi. Qildirganmi? Bu ham qildirganmiz.
ko'p holatlarda bu nevrologik bo'ladi. Shu sababli bu yerda nevropatologga uchrashganingizni maslahat berardim. Nevropatologda ham oldi lecheniya. 6 oydan beri bormagan ishimiz qolmadi. Oshqozon qilyapti nevropatologlarda. Eng qiyini aniqlay olmasligi. Hech kim nevropatologlar oshqozon deydi, oshqozonda nevropatologga bor deydi. Ani TTZdagi neyroxirurglarga ham bordik, MRT'sini tekshirtirdik. Ularga qilib ulardan tekshirtirdik. Bizni klinikaga murojaat qiling, biz kelsangiz bir komandamiz bilan birgalikda sizga yordam berishga harakat qilamiz. Rahmat. Demak, savolni eshitdik va hozir endi menimcha javob qoniqarli bo'ldi va ular siz bilan yana bog'lanadilar. Bizda studiyada kardiolog ham o'tiribdilar. Aytingchi, nima uchun aynan saraton tashxisi qo'yilgandan so'ng birinchi navbatda bemorning yuragi tekshiriladi? O'zi onkologiya bilan kardiologiyaning qanday bog'liqlik jihatlari bor? Bizda Zahiriddin Teshayev, o'sha kardiolog, onkokardiolog, shu onkologiyaning ichidagi yurak bo'yicha hamma biz ishongan komandamizning a'zosi. Shular javob bergan, mutaxassis javob berganlari ma'qul. Eshitamiz unda. Assalomu alaykum. Mutaxassisimiz ta'kidlab o'tganlaridek, oshqozon saratonida asosiy eng ko'p uchraydigan shikoyat bu og'riq epigastral sohada. Kardiologning vazifasida bu yerda birinchi navbatda miokard infarktini atipik shaklini istisno qilish kerak, chunki aynan yurakni pastki devorini o'tkir infarktida epigastral sohada og'riq kuchli bo'ladi. Bu birinchi navbatda. Ikkinchisidan oshqozon saratoni bilan og'rigan bemorlarda yana bir ko'p kuzatiladigan shikoyat bu qusish. Qusish natijasida tez ko'p miqdorda qayd qilish natijasida organizm suvsizlanadi va ko'p miqdorda elektrolitlar, ya'ni o'sha kaliy, natriy, magniy, kalsiy kabi elektrolitlar organizmdan ko'p miqdorda chiqarilganligi uchun elektrolit suv balansi buziladi va buning natijasida yurakda aritmiyalar paydo bo'lishi mumkin. Qolaversa, onkologik bemorlarda ko'p uchraydigan holat qon quyqilashi hisobiga tromblar, trombozlar paydo bo'lishi mumkin. Arteriyalarda, venalarda, chuqur venalarda, oyoqlarda, yana o'pka arteriyalarini trombemboliyasi kabi xavfli holatlar kuzatilishi mumkin. Qolaversa, o'tgan ko'rsatuvda ta'kidlab o'tganimdek, oshqozon ham yurakka yaqin a'zo hisoblanadi va oshqozon saratonida o'sha diafragma orqali perikardga va yurak muskullariga o'sib kirishi, metastaz holatlari kuzatilishi mumkin. Mana shu holatlarni o'z vaqtida aniqlash, oldini olish va kerakli chora-tadbirlarni vaqtida ko'rsatish uchun bizning klinikamizda nafaqat oshqozon saratonida va barcha onkologik bemorlarda kardiologik nazorat yo'lga qo'yilgan. Birinchi navbatda demak yurak tekshirilishi zarur. Endi hammani qiziqtirgan savolga javob olmoqchiman. Ya'ni saraton tashxisi qo'yilgandan so'ng uni davolash rejasi qanday tuziladi va umuman davolash jarayonida bemorning umumiy sog'lig'i qanchalik ahamiyatga ega? Davolash rejasi bo'yicha bizda aynan o'sha ham jarroh, ham laparoskopist Abdulhamid vrachimiz borlar, xirurg o'zlari aynan bizning komandaning ishongan o'sha zanjirlarning eng baquvvat joyini ushlab turadigan xirurgimiz. Bular ozgina ma'lumot bersalar, biz ozgina to'ldirishga harakat qilamiz. Marhamat, Abdulhamid aka, assalomu alaykum. Bizda bu davolash rejasiga keladigan bo'lsak, oshqozon saratoni ko'proq ustozim aytgandek agressiv holatlar bo'lgani uchun birinchi navbatda aniq tashxisni qo'yib, undan keyin birinchi ximioterapiya yoki target yoki immunoterapiya olishi 90-95% hollarda aniq belgilanadi. Birinchi immunotarget yoki terapiyasini olgandan keyin o'sha o'sma ma'lum bir joyda turgan razmerlari yana qayta bizda tekshiruvlardan o'tkaziladi. Bu klinikamiz biz bu tekshiruvlarni to'liq jihozlangan, qayta tekshiruvlardan o'tib amaliyotga tayyor bo'lgandan keyingi etapda biz jarrohlik amaliyotini ham o'tkazamiz. Target terapiya nima u? Target terapiyani o'zlaridan eshitganingiz yaxshi, bu haqda chuqurroq ma'lumot beradi. Bizlarda o'sha davolash programmasi deganda birinchi o'rinda diagnostika, o'tkazilgan tekshiruvlarimizdan keyingi bosqichni aniqlaymiz. Bosqich bu birinchi biz uchun nima deydi, yo'limizni ko'rsatuvchi mayoq. Ikkinchisi bu gistologik turi. Hali aytdim, 4 xil turi bor. O'sha 4 xilning qaysi biri? Bu ikkinchi bizning mayoqimiz. Uchinchisi immunogistoximik yoki NGS molekulyar turi.
ya'ni o'sha oshqozon saratonining molekulyar juda molekulyar qismlarigacha aynan bizning klinikada o'sha narsa o'rganiladi. Hattoki 2000 dan ortiq genigacha o'rganamiz. Shunaqa aynan laborator komandamiz bor. O'rganasizmi shuni? Nima? Barcha bemorlarda o'rganiladimi Bu yoki barcha bemorlarda. Barcha bemorlarda molekulyar turigacha, ya'ni uning eng ko'zga ko'rinmas zarra qismigacha hammasi aniqlangandan keyin qo'limizda 3 ta mayoq bo'ladi. Bu bo'yicha biz programma yasaymiz. Programma tuzish jarayonida aynan bizda kardiolog, xirurg va boshqa komandamiz, o'shaning ichida bizda molekulyar onkologimiz bor. Bugun taklif qilmadik, keyingi safargisiga xudo xolasa qo'shamiz. Butun informatsiyani yig'ib, mana shu komanda bilan birgalikda konsilium o'tkaziladi. Konsiliumda qanaqa jarayon qilinishi kerak, ya'ni davolash programmasi. Avval ximiya qilamizmi, targetmi, immunami, operatsiyami yoki hech narsa qilmaymiz, uyiga javob beramizmi degan savol ham o'sha joyda qo'yiladi. Qanday holatlarda uyga javob berasiz? Palliativ yordam deyiladi. Ya'ni bir nechta qo'shimcha kasalligi bor. Yoshi juda ham yuqori. Insult o'tkazgan, kamida bir 4 ta 5 ta yuragida stenti bor. Oshqozonda 4-bosqich saraton, jigarda sirrozi bor. Buyrak, 2 ta buyrak ishlamaydi. Misol uchun aytaman, bu patsientga biz yordam berishimiz, yordam bermasligimizdan ko'ra nima edi? Yaxshiroq. Teskariroq anaqa beradi, foyda beradi. Demak, davolasangiz, ya'ni shifoxonada davolasangiz, bu teskari reaksiya berishi mumkin demoqchi. O'shaning uchun palliativ yordam, ya'ni ba'zi holatlarda shunaqa bemorlar uchraydi. Endi oshqozon saratonida qachon target, qachon immuna va qachon ximiya qilamiz? Mana shu savol har doim ham ba'zi bir onkologiyadan tashqari vrachlarniki va ba'zi bir nima edi, o'zining kasalligini juda ham chuqur o'rgangan bemorlarning ham savoli. Birinchi o'rinda ximiyoterapiya. Oshqozon saratonining 4 ta mana bu histologik turiga qarab, ya'ni adenokarsinoma, gist, multilimfoma va yassi hujayrali turlariga qarab biz ximiyoterapiyaning sxemasini tanlaymiz. Ximiyoterapiya sxemasi deyarli o'sha dunyo, Yevropa, Amerika va eng bizda oshqozon saratoni uchun Osiyo har doim ilg'or hisoblanadi. O'sha Yaponiya sxemalari bo'yicha o'tkaziladi. Bu effekti anchagina yuqori. Yana bitta savol berishadi. Men dedi, shu sxemani qaysidir anaqada shifoxonada oldim yoki qaysidir biror bir xususiy anaqa shifoxonada oldim. Sizlarda ham shuni oldim. Nimaga bir xil narsani nima farqi bor? O'sha dori, o'sha nima edi? O'sha kapinitsa, o'sha, lekin nima uchun sizlarda olishim kerak, nima uchun Qoraqalpog'istonda olmasligim kerak? Misol uchun aytaman. Men bunga oddiy savol beraman. Bir xil masalliqni 10 ta ayol kishiga bersangiz, 10 xil palov pishiradi. To'g'ri. Bu haqiqiy onkologiyadagi ximiyoterapiyaning aynan o'sha nyuansi yoki nozik tomoni aynan mana shunda. Faqatgina mana suvni olib ichkarida ichib qo'ydi, bir xil narsa degan narsa har doim ham mos kelavermaydi. Ikkinchisi target terapiya. Target terapiya qachon o'tkaziladi? Target bu qulf kalit terapiyasi. Qulf agar oshqozonda bo'lsa, ya'ni biz retseptor so'zini qulf so'ziga ishlatamiz. Siz unga kalitni olib kelib burasangiz, qulf ochiladi va kasallik o'ziga yarasha pastga qarab chekinadi. Ba'zida qulf bo'lmaydi. Ya'ni target bo'lmaydi. Unda siz kalitni tillasini olib kelib atrofga buraganingiz bilan ham qulfni ocha olmaysiz. Bu haqiqiy o'sha target terapiyaning majoziy tushunchasi. Target bo'lish uchun har doim qulf va qulfga mos siz kalitni tanlaysizda, o'sha kalitni buraysiz, ochiladi. Uchinchisi immunoterapiya. Oshqozon saratonining aynan 4-bosqichlarida biz shunaqa oxirgi payt natijalar olyapmiz. Biz buni bemalol baralla baqirib ayta olamiz. Hattoki dunyoga ham biz qancha hozir bitta vrachimiz Amerikada katta konferensiyada ishtirok etyapti. Aynan shu bo'yicha chiqib o'zimizni anaqa slaydlarimizdan ko'rsatamiz. Immunoterapiya, target terapiya va ximioterapiyani birgalikda kombinatsion ishlatganimiz uchun 4-bosqich saratonni, oshqozon saratonini ham biz ko'p holatlarda yengib chiqa olyapmiz. Faqat ba'zi bir vatandoshlarda ba'zi bir tushunchalar bo'ladi. 100 ta odamdan misol uchun 70 tasiga foydangiz tegishi mumkin, lekin 30 tasiga foydangiz tega olmaydi. Ya'ni har doim ham sizning planingiz u yoqdagi planga mos kelavermaydi.
ana o'shanda aytishadiki, mana onamni yoki mani qarindoshimni olib borganmiz, bu больницада foydasi tegmagan. Biz hammaga yordam berishni chin dildan xohlaymiz, lekin har doim ham bizni plan mos kelavermaydi. Men buning uchun butun o'sha vatandoshlarimizga, mana shu bizni eshitib turganlarga aytib qo'yishni o'zimga lozim dedim. Tushunarli. Target terapiya, immunoterapiya yana undan tashqari bizlarda yana qo'shimcha bir nima edi, noyob bir anaqa operatsion usullarimiz bor. Oshqozonni saqlab qolgan holda aynan o'sha erta bosqich holatlarda oshqozondagi o'smani to'liq olib tashlash. Ya'ni bu buni hamma ham qila olmaydi demoqchisiz. Ya'ni men hozir aytsam, juda katta boshqa bizdagi o'zimizni hamkasblarimiz orasida qanaqadir nima edi, maqtanish bo'lib qolmasin-da, bu shilliq osti rezeksiyasi deyiladi. Shilliq osti rezeksiyasi aynan o'sha O'zbekiston bo'yicha biz bemalol gapira olamiz. Bu eng mukammal bizning klinikada bajarilib kelmoqda va biz bemalol oshqozonni saqlab qolib bu amaliyotni bajaryapmiz. Bu ma'lumot uchun sizga rahmat. Haqiqatan ham juda foydali ma'lumotlar berdingiz. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturi jonli efirda davom etadi. Maqsud aka, saraton hamda kimyoterapiya terminlari odatda yonma-yon yuradi. Va aytingchi, o'zi saratonga chalingan barcha bemorlarda aynan kimyoterapiya o'tkazilishi shartmi yoki shart emasmi? Ba'zilarda bu mumkin. Ba'zi bir saraton turlari bor. Misol uchun teri saratonlar, melanomalar bor. Ular kimyoterapiyaga unaqa sezgir emas. Bizda aynan o'sha oshqozon bo'yicha hozirgi mavzumiz bo'lgani uchun oshqozonni ba'zi bir turlari aynan o'sha genetik tekshiruvlar orqali oldindan aniqlangan ba'zi bir turlari haqiqatdan ham kimyoterapiyaga juda sezgir, ba'zilari umuman sezgir bo'lmaydi. Sezgir bo'lmasa qilish kerak emas. Sezgir bo'lmaganda to'g'ridan to'g'ri operativ davolarga o'tamiz, agar bosqichlari shunga mos kelsa va bizga nima deydi, shunaqa imkoniyat bersa. Oshqozon saratonida zolotoy standart deyiladi, ya'ni oltin standart bu davolashda operativ davolash, ya'ni operatsiya. Oshqozonda ma'lum bir qismini olib tashlash yoki to'liq olib tashlash. Hozirgacha xirurglar o'rtasida doim bahs bor. Birinchisi, ochiq qorinni ochib olib operatsiya qilish yaxshimi? Onkologiyada aynan. Yoki hozirgi eng yaxshisi o'sha laparoskopik yoki robotlar deymiz, hozirgi eng katta anaqalarimiz yordamida operatsiya qilish yaxshimi? Bu juda ham katta bahslarga sabab bo'ladi. Agar ruxsat bersangiz, birinchi shu bo'yicha mutaxassisimiz, ya'ni mana shu robot va endoskopik operatsiyalar bo'yicha dunyoda yetakchi bir 10 dan ortiq klinikada o'qib, malakasini oshirib, hozir bizning komandamizda ishlab kelayotgan Abdulhamid Mustafayevichga shu haqda so'rasak. Oshqozon saratonida bu jarrohlik yo'li oltin standart hisoblanadi. Bunda ochiq usulda bajargan yaxshimi yoki yopiq usulda? Bu ikkita usulda ham o'ziga yarasha afzalliklari yoki kamchiliklari bor. Misol uchun biz yopiq usulda shu mini invaziv, kam invaziv deydi, kesmalarsiz maxsus teshiklar orqali bajariladigan amaliyotimizni biz plan qildik, bajarmoqchimiz, lekin afzal bemorga juda ham yaxshi, lekin qo'shimcha kasalliklari bor, yuragida muammosi bor, stenti bor, kardiolog tarafidan ruxsat berilmasa, unda ochiq usulga o'tishingiz mumkin. Ochiq usuldagi bajariladigan operatsiyadan yopiq usulda bajariladigan operatsiyalar birmuncha afzallik tarafi juda ham ko'proq. Ochiq usulda bajarilsa kesma juda ham katta bo'ladi, og'riqli bo'ladi. Operatsiyadan keyingi reabilitatsiya birmuncha cho'ziladi. Kasalxonada yotish ko'proq bo'ladi. Mini invaziv kam kesmalar bilan, teshikchalar bilan, maxsus jihozlar bilan qilinadigan operatsiyalarda bunda bemor bugun amaliyot bajardik, ertaga oyoqqa turib yuradi. Taxminan 90% bemorlarimiz shunaqa yuradi. Og'riqsiz bo'ladi. Qon yo'qotishlar juda ham kam bo'ladi. Ortiqcha yara yoki shunga o'xshash joylar bo'lmaydi. Ochiqda esa shunaqa bo'ladiki, ochib kesgan joylarimizdan qayta grija churra deydi xalq tilida, o'sha churragacha borish asoratlar bo'lishi mumkin. Endi shunaqa bemorlar bizga keladiki, doktor bizga ochiq, yopiq emas, ochiq usulda qilib bering, yopiq usulda qilsa yaxshi bo'lmas ekan degan bemorlar keladi. Men unda bitta gapni aytaman.
laparoskopik usulda bajariladigan amaliyot bu birinchi o'rinda jarroh juda ham tajribali bo'lishi kerak. Chunki ochiq usulda bajariladi amaliyotda operator bilan bitta assistenti qarasa, ma'lum bir joyni ko'radi, 5-10 santimetr joyni ko'radi. Amaliyotxonadagi boshqa xodimlar, kichik tibbiyot xodimi, anesteziologlar va boshqa vrachlar ko'rish imkoniyatiga ega emas. Yopiq usulda bajariladigan, laparoskopik usulda bajariladigan amaliyotda mana shu xonada o'tirgan barcha ko'radi. Chunki kamera bor, ekranga chiqariladi. Bu kameramiz maxsus shunaqa tayyorlanganki, bitta oddiy mana shunaqa kichkina detal, ruchka, buni 16 marta kattalashtirib ko'rsatadi. Bunda hech qanaqangi boshqa kichkina detalni ham ko'zdan qochirish imkoniyati yo'q. Siz ko'rmasangiz assistentingiz ko'radi, assistentingiz ko'rmasa boshqa xodim ko'radi. Xullas, afzalligi bu juda ham yuqori hisoblanadi. Hozirgi zamonaviy meditsinada. Hozir bundan ham ortiq robotlar chiqyapti. Hozir odam emas, robotlar qilyapti bu amaliyotlarni. Yo'q, nimaga asoslanib bemorlar shunday deb o'ylashadi? Ya'ni yopiq operatsiya yaxshi emas ekan, menga ochiq jarrohlik amaliyotini o'tkazish. Qayergadir bir viloyatda bir chekka joyiga boradi, u joyda birinchi o'rinda bu klinika shu jihozlar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Agar shu jihozlar bo'lmasa, bu ham falon pul turadi. Bu jihozlar bo'lmasa, bu amaliyotni bajara olmaysiz. Chekka viloyatlarda, chekka joylarda bu jihozlar yo'q. Shuning uchun ba'zi noto'g'ri tushunmasin kollektivlarimiz, ba'zida imkoniyat bo'lmagandan keyin ochiq usulda bajargan yaxshi, qo'lingiz bilan ushlab ko'rasiz deydi. Shunga asoslanib shunaqa deb kelgan bemorlarimiz ham bor. Tushunarli. Jarrohlik amaliyotidan so'ng reabilitatsiya jarayoni qanday o'tadi o'zi? Reabilitatsiya jarayonini nimaga bog'liq bemor tez gap kelishiga yoki nima uchun? Maqsud Xudoyqulov bizlarda aynan vrach, xirurg aynan mana shu oshqozon ichak trakti bo'yicha operatsiyalarni birgalikda bular bajarishadi har doim. Demak, ular bizga ma'lumot beradilar, bu haqda eshitamiz. Assalomu alaykum. Mana hozir jarrohlik haqida gapirdik. Oshqozonni Maqsud akam aytganlaridek ikki xil yo'lda, ya'ni oshqozonni total olib tashlash yoki bo'lmasa oshqozonni ma'lum bir qismi subtotal rezeksiyasi bajariladi. Bu ikkita amaliyot o'sha oshqozon saratonini qaysi anatomik nuqtaga joylashganligiga qarab shu ikkita amaliyot tanlanadi. Agar oshqozon saratoni o'sha saraton qizilengachdan oshqozonga o'tish sohasida bo'ladigan bo'lsa, qizilengachning pastki qismi va oshqozon to'liq olib tashlanadi va oshqozon bilan ichak o'rtasida anastomoz qo'yiladi. Agar oshqozonni saratoni tana qismida joylashgan bo'lsa, oshqozon to'liq olib tashlanadi va qizilengach va ingichka ichak o'rtasida anastomoz qo'yiladi. Agar saraton oshqozonni pastki qismida joylashgan bo'lsa, oshqozonni yuqoriga oshqozonni 4 dan 3 qismi olib tashlanadi va ma'lum bir qismi saqlanib qolib, bu oshqozon ichak anastomoz qo'yiladi va bemorning hayot sifati yaxshilanadi. No, bizga ayrimda ko'pincha 3-4-bosqichda bemorlar oshqozon saratonining asoratlari, ya'ni qon ketish yoki bo'lmasa pastki qismida, distal qismida saraton bo'lganligi uchun o'tkazuvchanlik buzilgan holatda bemorlar bizga murojaat qiladi. Bunday bemorga biz shoshilinch operativ davo tavsiya etamiz va qon ketish bo'ladigan bo'lsa oshqozonni olib tashlash, agar o'tkazuvchanlikni buzgan bo'lsa ma'lum bir vaqt davomida hayot sifatini yaxshilash maqsadida oshqozon ichak o'rtasida anastomoz qo'yib bemor hayot sifatini tiklaymiz. Bundan keyin oshqozonni olib tashlagandan keyin reabilitatsiya eng muhimi, chunki o'zi bizga keladi bemor o'sha ozib ketish sababli keladi va buni biza bemorda oqsil energiya yetishmovchiligini yana ta'minlab berish kerak bo'ladi. Va bizlar shu oshqozon olib tashlangan bemorlarga dieta, ya'ni 6-8 martalab ovqatlanish kerakligi, kam-kamdan, ya'ni bir piyoladan oshirmasdan tez-tez yeb turish kerakligi, bundan tashqari ovqat mahali ovqatdan 30 minut yoki ovqatdan keyin. Demak, hamma ma'lumot aniq nutritsiolog tomonidan beriladi, to'g'rimi? Tushunarli. Rahmat ma'lumot uchun. Azizlar, bizda hozir reklama, birozdan so'ng albatta studiyaga qaytamiz.
saratonni aniq tashxislash, davolash va oldini olish uchun zamonaviy, yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan ishonchli klinika qidiryapsizmi? Doktor Mallayev klinikasi poytaxtimizdagi zamonaviy onkologik markaz bo'lib, klinika nomi oliy toifali shifokor Muhammad Mallayev xotirasiga qo'yilgan. Klinikada har bir bemor chuqur tekshiruvdan o'tkazilib, individual dastur asosida davolanadi. Zamonaviy uskunalar va ilg'or davolash usullari esa yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Klinikada ximiyoterapiya, immunoterapiya, target terapiya kabi zamonaviy davolash usullari qo'llaniladi. Palliativ yordam va reanimatsiya xizmatlari orqali uzluksiz va kompleks tibbiy yordam ko'rsatiladi. Markazda yuqori malakali jarrohlar jamoasi, chet elda orttirilgan tajriba va zamonaviy yondashuv asosida, hatto murakkab onkologik holatlarda ham samarali natijalarga erishib, yuqori davolash ko'rsatkichlarini namoyon etmoqda. Malakali onkologlar jamoasi, yuqori texnologiyalar va jahon standartlariga mos davo taktikasini aynan shu manzildan topasiz. To'g'ri qarorni bugunoq qabul qiling. Xasta bo'lmang dasturi o'z yakuniga yetib bormoqda azizlar va dastur so'ngida marhamat sili tomoshabinlarga saraton xastaligini oldini olish uchun nimalarga rioya qilishlari kerakligi haqida tavsiyalar berib o'tsangiz. Shu fursatdan foydalanib, men o'zimizni vatandoshlarimizga, bizni tomosha qilib turgan odamlarga shuni tavsiya qilaman. Birinchi o'rinda har doim sog'lom turmush tarziga rioya qiling. Yeyish, ichishingizni hammasini burun, ko'z va tildagi ta'm bilish orqali kontrol qiling. Ya'ni bizni oshqozonimiz bu musor chelik emas. Bunga har narsani otaverish kerak emas. Buni 3 ta Alloh bergan mana shu tanlash organlarimiz orqali tanlab, mana shuni yeng. Va asosiysi, yegan energiyangizni har doim to'g'ri sarflang. O'shanda hech qachon saraton ham, boshqa kasal ham bo'lmaysiz. Sog'lom hayot ko'rsatuvini ko'rishda davom etishni tavsiya qilaman. Rahmat Maqsud aka. Bu xasta bo'lmang ko'rsatuvi edi azizlar. Ko'rishguncha.